Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi İftixar Abdurshid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. 16 mart günü Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əpəndim hər qaysı əllərdə fəaliyyət elib beriyotqan qeyrindaş təşkilatlarımızga ayrım-ayrım halda müraciətnamə yollab, ularni Dünya Uyghur Qurultayının Münxen şəhərində Qurultay mərkəzi orqanı üçün məxsus işxana setiliş proqramısıga iqtisadi cəhətdən yardım berishga chaqirdi. Dolqun İsa əpəndim təşkilat rəhbərlərinə yollagan müraciətnaməsində Dünya Uyghur Qurultayı qurulğan 2004 yıldan bu yan Qurultayının mərkəzgi rəhbər və xizmətçi xadimlərinin Münxen şəhərində icaraga elingan işxanada xizmət qilib kelayotqanligini və bu jarayonda 250 ming yevrodan ortiq ijara töləganligini, Şərq Türkistan xalqının xalqaradakı vəkillik orqanı hesablanğan Dünya Uyghur Qurultayının özüge ait bir işxanasının bolmaslıqının chet ellərdəki Uyghur qeyrindaşlarımızın xalqaradakı obrazıga salbiy ta'sir ko'rsatadiganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, har qaysi ellarda faoliyat elib berayotgan Uyghur tashkilotlarimizni Dünya Uyghur Qurultayının Münxen şəhərində Qurultay mərkəzi orqanı üçün məxsus işxana setilish üçün başlagan iyan toplash faoliyatiga aktivlik bilan ishtirok qilishga chaqirdi. 13 mart günü Dolqun İsa əpəndim bu vaqtda muhaciratdagi qeyrindaşlarımızga xitoban videoluk müraciətnamə e'lon qilib, chet ellardagi qeyrindaşlarimizni Şərq Türkistan xalqining xalqaradagi vəkillik orqanı hesablanğan Dünya Uyghur Qurultayı üçün Münxen şəhərində işxana uyi setilish qurilishiga iqtisadi jihatdan yordam berishga chaqirgan edi. Dünya Uyghur Qurultayının Münxen şəhərində Qurultay mərkəzi orqanı üçün məxsus işxana setilish haqidagi chaqiriqi chet ellardagi Uyghur təşkilatlarımızning, siyasi faoliyatchilarimizning və avam xalqimizning qizg'in qo'llashiga erishib kelmoqda. Germaniyaning Münxen şəhərindəki Yaşlar Məşrifining uyushtirişi, Uyghur Avropa ansambli, Münxen şəhərindəki Uyg'uriya ana til maktabi və Münxen Yaşlar Sənət ömükining yaqında moslashishi bilan 19 mart tushdan keyin Münxen şəhərlik Madaniyat mərkəzi zalida 2023 yillik Navruzni qutluqlash san'at faoliyati o'tkazildi. Uyg'ur madaniyati va san'atini qo'g'dab qilish, shundaqla Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy va madaniyat qirg'inchiligini fosh qilish asosini nishon qilingan bu qatimqi cho'ng tipliq san'at faoliyatiga Münxen va Germaniyaning boshqa shaharlarda yashayotgan qeyrindoshlarimiz va Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan chet ellik do'stlarimizdan bo'lib bir qancha yuz kishi qatnashdi. Uyg'ur yoshlarimizdan İftixar Abdurshid va Aqida Tursunlar Uyg'urcha, nemischa tillarda riyosatchilik qilgan va 4 soatdan ortiq davom qilgan bu qatimqi Navruz faoliyatida Gollandiya, Shvetsiya, Fransiya, Norvegiya, Angliya, Germaniya qatorliq davlatlardagi iqtidorli san'atkorlarimizdan tashkil topgan Uyg'ur Avropa ansamblining a'zolari va Germaniyadagi san'atkorlarimiz yuqori saviyadagi mo'l mazmunli san'at nomerlarini o'rindab, tomoshabinlarning qalbida taxt qurdi. Bu qatimqi Navruz faoliyatiga alayda taklif bilan kelib qatnashgan Münxen shahar boshlig'i vakili Thomas Lechner əpəndim faoliyatning ichilishida qilgan so'zida Uyg'urlarning Germaniya xalqining ma'naviy hayotini beyitib va uning rang qo'shib kelgan o'rnak ilishga tegishli bir jamoat ekanligini, Münxen shahar aholisining umum nufusining 45%ning ko'pragining nemis bo'lmagan millatlardan tashkil topganligini, son intayin cheklik bo'lgan Uyg'urlarning o'zining mo'l madaniyat san'ati orqali Münxen aholisiga ulgu yaratib berganligini, bo'libmi diasporadagi Uyg'urlarga vakillik qilayotgan Dünya Uyghur Qurultayının mərkəzinin Münxen şəhərində bo'lganligidan iftixorlanish tuydiganligini ifoda qildi. Bu qatimqi Navruz faoliyatining oxirlash marosimida Münxen Yaşlar Məşrifining a'zolari tarafidan Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqun İsa əpəndimga hozirgacha Sharq Turkiston milliy mustaqillik kurashiga qo'shgan töhfasi va bu sharafli yo'lda ko'rsatib kelgan fidokorlik uchun ton va do'ppi kiydirildi. Dolqun İsa əpəndim Navruz faoliyatining yepilishida qilgan so'zida Uyg'ur madaniyat san'atini qo'g'dab qilish va uni yashintish, shundaqla Uyg'ur madaniyat san'atini Yevropa xalqiga to'ntish jihatida muhim rol o'ynab kelgan Yevropadagi Uyg'ur san'atkorlarimizga alayda rahmat aytadiganligini bildirib, mundaq dedi. Bütün Navruz ahli hakikaten nima deyishini bilmadim. Tayyorliksiz bunda bir çok iltifot mukofatga loyiqmi bilmayman, ammo mushun tushungan o'ylagan illerimga, Yaşlar Məşrifidagi illerimizga, fidokor qahramonlarimizga rahmat aytaman. Rahmat, bugun hakikaten hammamiz yani 2 yillik, 3 yillik Covid'da yüreklerimiz, ma'naviyatlarimiz naygadaylashib ketgan. Bugün bir qatim yeniden yaşadı. Bir qatim
yüreklerimizge bir su pumsuğandek bir popur oldu dep oylayman. Hemimiz hoşaf olduk. Talantlarımızı gördük, sanatkarlarımızı gördük. Hem de Müjda karısam neye diyen uluk bir milletimiz. Kiyim geçeklerimizden tartip. Bugün bu sahnede ben dikkat kıldım sizden kıldım ki en ahirki müzikin ortağı vaxtıda 10 kardeşimiz sahnede var. Sanatkarlarımız. Onun başında 10 yıl toppa. Onun başında. Muhtarlar bizden nakşimizden ismi yerimiz. Yerimiz. Ezmet de içerisinde. Ayarlarını. Ezmet bilen muhtarın başındaki toppa okşaydı. Kağılanın hiç kaysının başındaki toppa neydi hanımlarımızın, yigitlerimizin okşamaydı. Bu hemen milleti bağlı medeniyet demez bu. Fakat Uygurlu'da var. Bunun da biz horlanışımız gerek. Bugün biz yalnız nakşanlımı da o, usul kömü de o. Uygur'un bir senedini görüşülen birge kiyim senet medeniyetini gördük. Etles çapallarımızı gördük niyede. Hanımlarımız, kızlarımız keyge. Tonlarımızı gördük. Kanavay köyleklerimizi gördük. Yani mandaj etken çağda bu nakşa müzikler bugün bir kadımlık Uygur'un kiyim geçeklerinin mi tanıtılış oldu? Bu mu vurulundan bir var? Hemen millet yok mu neyse? Uygur'un dilinin kancılık baylığı şahit olduk. Usuluğu şahit olduk. Nakşı şahit olduk. Nurgul'dan bu alemde ketken kahraman ustazlarımız, sanatkarlarımız de yani bir kadın muşu sahnede köken olduk. Ustazımız Köreş Kösen yüzü yok ama onun kaldırıp ketken eserlerini bugün bir yerde anladık. Atlanmadık hemimiz bizler bir yerde. Mümkün tuğulsam Uygur bulumen dedik hemimiz bir yerde bugün. Sen sekinden mi, ben seni sekinden halkımız diyenlerine şahit olduk. Bugün bir tarihi gün. Yani vatanga berip geldik ruhimiz bilen, kendimiz bilen bu Müslüman. Bu sanatkarlarımızı görüp gönül gururlandım ki ben. Muşu sanatkarlarımızdan kayıs birisi Michael Jackson'dan kam. Kayıs birisi Shakira'dan kam. Kam mı? Ama bu artık. Çünkü Michael Jackson gitar çalalaydı ama kamı çalamaydı. Bizim burada gitarını çalalaydı. Şununla bunların işlerini kam emez ama biriniz kam. Nime o kam neyse? Ne bakımdan? Vatan kam. O akıllı bu sanatkarlarımızdan bir vetini boğan olsa nime Michael Jackson diyen? Nime? Her birisi birdi Michael Jackson buldugan. Her birisi Shakira buldugan yigitlerimiz. Ama vatan yok. Vatan kam boğanlığı için lan kısıkta vatın gel. Muşu medeniyet dünyada yüzünü namayaklamayatkan gel. Bu medeniyet bugün bu millet yüzünü dünyada aşı medeniyetler bilen tanıtılamayatkan gel. Nimişka vatan bu mu? Şununla bizge vatan her zaman da gidin. Usulümüz için vatan lazım. Miçlerimiz, dilimiz için vatan lazım. Nakşlarımız için vatan lazım. Ballarımız, kiricikimiz, her birimimiz için vatan lazım. Şunu bir gün bir yerde hem zoklandı, otlarda kaybettiğimiz boğan olsa ne bu giderdi? Muşulların her birisi bir çolpan bulup dünyanın 5 kıtasını yayılgan olsa kanda o giderdi? Digenlerin hıyatı otadı mı? Otadı. Şununla biraz ayancılık kaldım. Muşu sorununu tayarlıgan bizim yaşlarımızga yani bir kıtım rahmet etti ben. Abirini okuyayım ben. Yıllarım bilen Avrupa Şarkı Türkistan Birliği Teşkilat takip gelgen büyük illerimiz gayret dedi ki arkadaşlar biz bir bakayla. Kanda kıldınız ki diyen de bu balık kaçtı kılatsek biz kılanmağını kılattı. Ma muhtar dostumuz olduğunu çağırıp eklenmeyken bağla eklendi bu kadar. Demek yaşlarımızı işimiz gereken şarayip birinse kömürün bağlan iktidarına cari olduğuna gereken. Biz yaşlarımızı işimiz gerek. Hani güzel birbirimizi zorlandığı için sizlere abirin, rahmet her zaman sizlerin altınlarda hepiniz çok neticeler olmaktadır. Bunun için tüm dünyada yalnızdan bazı yeni bir nesne koyay, meşrepkisi yaman buludu. Veya bunu sıkıldı, milletin hakkını alman dost, madden dost adayından. Biz dünyada 3 yıldan bu yan
Uyghur erkek kırgınçılığına anlatıp geldi. Nurgun kararlarını çıkarmızdı. Nurgun kanunlarını çıkarmızdı. Şunu bilen bir bu davayımız terörü düşülen birge, bunun değil ki müştak güzel bir medeniyetin ilgisine Xitay yok çıkışıratkalığın dünyayı bildirişimiz gerek. Çünkü dünya müştak güzel, çünkü Uygur yok herkes medeniyet yok herkes dünya durgun milletler yok herkes hiçbir şey yok etmesi mümkün. Ama Uygur yok herkese aşı medeniyet, aşı dil, aşı güzel senletler yok herkese bütün dünya için acayip bir çok yok oldu. Bu işi bildirişimiz gerek. Şununla, bunun için çok bir nesliyet şudur. Yavruba Uygur ansambili bilen dünya kurultuyu aldığımızda çok güzel işlerini bildirdiğimiz Uygurların tontuş için medeniyetimiz arttı. Senetkarlarımızın rolü bekliyor. Müşahit Nurgun senetkarlarımızda bizim Mervayet Hanım yıllardan beri dünyaya Uygur resminin Uygur medeniyetinin tontikivatıdır. Bunların akıştırın bunun Halis Hakan'ın abiyatını yapmış şartlarla oynadı. Müşahit Nurgun balığı var. Ulanın kulun işinden bir kötü işini yükütüş için kaçta gerçeksin kaldı. Aslan dersemez. Baş balığa müşahit oturup bizde karatla ilişkimizi oturup olmadı. Demek bu yindi var. Bunu geçiş gerek, bunu terk etmiş gerek. Şunu sizler köp mesuliyet şudu. Hemen bana köp rahmet. Bugün ben nail heyecanlandım. Koku, mavi, ton bana görüştü. Merkezi Washingtondagi Uyg'ur Harakati Tashkilotining rahbari Roshan Abbas va Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim Idris Apandi 13 martdan 17 martgacha Gretsiya poytaxti Afina va Chexiya poytaxti Pragada ziyoratda bo'lib, bir qism davlat rahbarlari bilan suhbatlar o'tkazgan. Ular 16 mart Chexiya poytaxti Pragaga yetib kelib, Chexiya Avam palatasining muavin raisi, parlament a'zosi Olga Richterova xonim bilan uchrashganda Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatidan belgilik darajada xabar bo'lgan mazkur Olga xonim o'zining Uyg'urlar masalasini Chexiya Avam palatasida o'tirib qo'ydiganligini, matbuotlarga Uyg'urlar to'g'riliq taxmi ko'p so'zlaydiganligini ta'kidlagan. Bu yana mayli Fransiya, mayli Angliya yoki boshqa davlatlar bo'lsin, bizdek nasistlarning va kommunistlarning dardini tortib boqmaganlar Uyg'urlarning bugungi dardini tushuna olmaydi deb ta'kidlagan. 16 mart kuni Roshan Abbas va Abdulhakim Idrislar yana Chexiya Kengash palatasining muavin raisi senator Yeri Obafalzer apandi bilan ko'rishib Uyg'ur masalasi haqida suhbat olib bordi. Bu qatimki suhbatda Ilhom To'xtini qo'llash guruhining raisi Anvarjon apandi birga bo'ldi. Anvarjon apandimning bildirishicha, u Chexiya Kengash palatasining muavin raisi senator Yeri Obafalzer apandi bilan olib borgan suhbati jarayonida Kengash palatasida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida guvohlik berish yig'ini o'tkazishni talab qilgan. Senator Yeri Obafalzer apandim bu teklifga ijobiy javob bergan. Roshan Abbas va Abdulhakim Idris Chexiya kelishdan burun, ya'ni 13 martdan 16 martgacha 3 kun Gretsiyada bo'lib, Gretsiya davlat arboblari bilan uchrashgan. Shundaqla oliy maktab o'quvchilariga leksiya so'zlagan. Roshan Abbas xonimning bildirishicha, ular 14 mart Gretsiya bosh ministri va davlat mudofaa ministrining milliy bexatarlik bosh maslahatchisi doktor Tanus Doks bilan ko'rishganda, Uyg'urlarning navbatdagi ichinarlik vaziyatidan ma'lumot berib, Gretsiya erkinlik, demokratiya va kishilik huquq operida bo'lgan bir tuproq. Bundaq bir Yevropa davlatining Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarga ko'z yumilishi, hatto BDTdagi Uyg'urlar uchun ovoz berish, Uyg'urlar uchun o'rtaq bayonot e'lon qilishlarda haq tarafda turishni xohlamay, betaraf bo'lib olishining Gretsiyadagi bir davlatning obraziga yarashmaydigan qiliq ekanligini tilga olgan. Roshan Abbas, Abdulhakim Idrislar 14 mart Gretsiya tashqi ishlar ministrligi xodimlari bilan uchrashib, ularga Uyg'urlar masalasini anglatgan. BDT tarafidan bekitilgan xalqaro islom vahimasiga qarshi kurash kuni munosabati bilan Germaniyaning Karlsruhe shahrida 19 mart kuni boshlangan yarmankaning tunji kunida Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti tarafidan kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi va dinsizlashtirish siyosati asos mazmun qilingan ko'rgazma ochildi. Yarmankada Dunyo Uyg'ur qurultiyining Karlsruhe shahrida turishliq vakili Anvar Ahmad apandim yarmanka qatnashuvchilariga Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va Xitoy davlatining Sharq Turkistonda olib berayotgan dinsizlashtirish siyosati degan temada doklad berdi. Anvar Ahmad apandim bilan birga yarmankada ichilgan Uyg'urlar haqidagi ko'rgazmaga mas'ul bo'lgan qurultay vakili Amangul Aziz xonimmi yarmanka qatnashuvchilarining Uyg'ur masalasi haqidagi turli savollarga javob berdi. Anvar Ahmad apandim sungan mazkur doklad qurultay tarafidan tayyorlangan bo'lib, dokladda Xitoyning Uyg'urlarga qartib kelayotgan dinsizlashtirish siyosati amaliy misollar bilan tafsiliy o'rin olgan. Yarmanka 2 aprelgacha davom qiladi. Naq maydondan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Anvar Ahmad apandim bu haqda ma'lumot berib, mundaq dedi. Assalamualaikum, hürmetli qarindoshlar. Bugün 3. ayının 19'u Germaniyanın Karlsruhe şehrinde
e'tiqod erkinligi va İslamiyetga salbiy qarash, İslamiyetga dushmanlik qilishning oldini olish to'g'risida maxsus yarmarka ochildi. Bu yarmarkani Qatar asosiy millatlar qo'llash tashkiloti va dunyo qurultiyi birlikda hamkorlashib o'tkazadi. Ko'ngillardek Uyg'urlar diniy e'tiqod jihatda Xitoy davlatining dinsizlashtirish siyosatining eng og'ir zulmiga uchrayotgan bir millat. 3-oyning 15-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti İslamiyetga salbiy qarash, İslamiyetga dushmanlik qilishning oldini olish to'g'risida maxsus qaror ma'qullab e'lon qilgan. 3-oyning 15-dan boshlab Germaniyaning har qaysi joylaridagi hamdardchilik hukumatlar bu to'g'risidagi faoliyatni olib beryapti. Bizmo Karsuy shahrida ko'ngillarda xalqimizningki diniy e'tiqodga diniy Xitoyninki diniy zulmga uchrash ahvolini bu yerda tunishtiryapmiz. Bugungi bu yarmarkada Qatar asosiy millatlar tashkiloti shundaqla ko'ngillarda har qaysi kishilik huquq tashkilotlari Karsuydagi bu yarmarkani o'tkazyapmiz. Yarmarkada Uyg'ur temasi asosli mazmun bo'ldi. Yarmarkada Uyg'ur Xitoy hukumatiningki Sharq Turkistonda o'tib berayotgan qirg'inchiligi, shundaqla Xitoy hukumatiningki jumhuriyatchi islom, shundaqla dinsizlashtirish siyosatininki zarbiga uchrayotgan Uyg'urlarning diniy ahvoli tushuntiryapti. Yarmarkaga kelganlar navbatda qiziqib mendan nurg'un savollarni sordi. Yani bu ko'rgazma 3-oyning 19'da Germaniyaning Karsuy shahrida bugun ochilib, 4-oyning 2-sigacha davomlashadi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutma. Allohga omonat.